Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Avtomobil avtosalon mijozlari eng azimda Yo'lturanzit sinov laboratoriyamiz. Bunda bizlar metal va prognolara sifatli ham garantiyali laboratoriyamiz gaz istifodasi beramiz. Azina bezatamiz bo'ladi. Shu metal prognom bo'yicha azizlar konsultatsiyalar o'tib bezatamiz amalga. Azizlar eng turda masalan bizlar avtosalondan chiqqan ko'chalangan mashinalar ham gazlarni berishni prognomni Yengil mashinalar metal установка испытания шарайтлары бар, оборудованиялар, jihozlar бар, пульт управления, полный пожарный безопасность, компрессорimiz, havo haydab beradigan kompressorimiz 300 atmosferada davleniyada tekshiramiz, unda batareyalari, kompressor batareya yig'ib beradi havoni, bu yerda pult управления bilan sistemaga berib tekshiramiz. Shu bilan xavfsizlik uchun metal установка bo'lgandan keyin bo'yib mashina. Shu narsada yana bog'da xavfsiz ishlash uchun litsenziya olindi avtolardan. Unda avtosalondan chiqqan mashinalar ularga metal prognom qo'ysam garantiya o'sha ketadi. Yo'q, toza mashinalar shuda bor. Shu garantiyasi qoladi, o'zlaringizda gazini qo'yadigan bo'lsa, bemalol ko'chadan ham berib qo'yish mumkin, испытание emaslar. Masalan, balon 5 yil 6 yil yurgan balonlar испытанияsi bor, air испытание o'tiradi. Shuda испытание ham bor. Azonman ko'rib chiqam kontrakt. Hurmatli mijozlar, ko'rganingizdek, endi hozir avtosalonni olib chiqib, xulosasi ko'chadan yurgan yengil turdagi mijozlarimizdan bemalol gap turib, motor mashina metalni испытаниеda xulosasi metal prognom uning ustiga ishlari garantiyali bo'ladi. Bemalol keladi. Bemalol kelaverasiz.